Bu videoda biz top 10 ta eng qo'rqinchli videolarni ko'rib chiqamiz va bu videolarni men bilan birga Sardor ham ko'radi. Lekin bu videoda Sardor bilmaydigan narsalar bo'ladi. Ya'ni Sardor mana shu 10 ta qo'rqinchli videolardan har bir qo'rqmagan uchun uni magazinga olib borib, nechta videoda qo'rqmagan bo'lsa, o'shancha xohlagan narsasini olib beraman. Va eng qizig'i bu haqida Sardor bilmaydi. No o'ylashim bo'yicha sizlar qoidalarni tushundinglar. No, bo'lmasam boshlaylik. Bas albatta obuna o'qing, chunki bizning maqsadimiz bu 850 obunachi va biz qachonki 850 obunachiga erishgandan keyin mana shunaqa oddiy bakalashkadan katta kema yasab ko'ramiz. Bu o'sha kemada kattaroq suv havzasini suzib o'tamiz. No da cho'kib ketib qolishimiz ham mumkin. No, как videoda ko'rasizlar hammasini, men o'zim buni o'xshamasligini bilmayman, lekin sizlar uchun men bu eksperimentni qilib ko'rmoqchiman. Davayte sizlardan obuna bo'lish va mana 850 obunachiga olib chiqinglar. Va men sizlar uchun bu videoni chiqaraman. No bo'lmasam tayyormisan? Tayyorman. Va qara, har bitta video tugagandan keyin sen qo'rqqan yoki qo'rqmaganligingni aytishing kerak. Faqat menga ana bo'lmasa bo'ldi-yu, ana qo'rqinchli videolar bo'ladi, keyin oxirida Screenlarmi? Ha, shunaqalardan lekin vashshiy qo'rqaman. No, bu narsa bo'lishi mumkin, iloji boricha qo'rqmaslikka harakat qilgan. No, farqi yo'q qarchi. Qo'rqsang, qo'rqmasang ham rostini ayt bo'ldi. Muhimi aldama, как bitta o'zingcha. Men qo'rqmayman. Kerak emas. No, bo'lmasam boshladik va birinchi videoni ko'ramiz. Hop. Nima u? Ha. Grenny. Yo'la, g'ijinarli odam такой. Antikristle такой. Xristianlarmi? Bilaman, qo'rqaman. Qanday zabrushka deligimizgami? Hop, ko'raylik. Hop. Yo! Da. Bu hozir ham tugamadi ham. Men oxirida odam kallasini tashab qo'yadimi deb o'yladim. Yo'q, unaqa bo'lishi ham mumkin. Вообще-то hozir bu real insonga qilinganmi yoki qanaqa montajmi? Lekin xuddi real insonga qilinganga o'xshaydi. Menimcha hozir o'sha rivojlanib ketyapti-yu, sun'iy intellekt deb o'ylayman. Hokimlarga o'xshaysan. Qo'rqish bo'lmadi. Da, demak hozir qo'rqmaganiga bitta yozib qo'yamiz. Va ana endi navbat ikkinchi videoni ko'rishga. Hop. Yaqindan ko'rsang. Hozir nimadir bo'ladi, ishonchi. Bulla. Men kutmagandim, men hozir. Mana kutmagan joyimdan. Men buni suysangiz qo'rqish edi. Cho'chib ketdi, to'g'risini ayt. Da, demak hozir qo'rqqaniga bitta yozib qo'yib qo'yamiz. Uyda kinolar ko'raman, shunaqa kinolar ko'rish yoqadi. No, bilmadim, hozir mana bunaqa qorong'i joyda bo'lganligim, mana shu videoda qo'rqdim. Endi zabrushkadan bizda. Zabrushkada shunaqa video ko'ramiz, keyin qizg'anib o'tirgan sas kir. No, bo'lmasa ana endi 3-videoni ko'ramiz. Voy, kulgili bo'ldi. Ichkarida odam bor ekan. Mehmonxona. Qiz cho'kdi. Menga kulgili bo'ldi lekin. Bu qanaqadir reallik bo'lganmi? Ya, bu menimcha kinodan olingan adashmasam. Tunda jin bosh haqida video olganmiz-da. Shunaqa video otgan bo'ldi, mana shu bo'lib qolsa. No, mayli haqiqatan o'z kimdir qo'rqitayotgan bo'lsa ham. Bunda ichi tushib, bam, uxlab qolsa. Oqarasan, yuragi soching oqarib o'lib ketasan. Nega men zabrushkada bunaqa gapirishaqmayman. No, hamma shunaqa ko'taning kayfiyatida davom etamiz. Sen qo'rqding, qo'rqmading? Yo'q, uncha emas. Da, o'zi qo'rqmaganimda qo'shib qo'yamiz. No, aytgancha qaranglar, 4-video o'ylashim bo'yicha qo'rqinchliroq bo'ladi. Albatta, mana shu 4-videodan keyin kommentariyaga kirib yozing. Что, siz qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi? No, mayli, bo'lmasa mana endi eng qo'rqinchli 4-videoni ko'ramiz. Qanaqadir svet tushyapti. Ovozli va shirikin strashni. Nima dersda kimdir bormi? Nima? Kimdir bormi? Kimni ko'rasam? Yo'q, ko'rmadim hali. Shunda qo'rqtiribman. Mana shunaqa zabroshkaga borsa. Men zabroshkaga boramiz biz ko'p. Shuning uchun menga ham strashniy bu narsa, lekin odamlar buni his qiladi yo'qmi? Masalan, men juda ham ko'p tashlanib. Bilet, qorong'u atrof. Men stop tashanga hamma yo'q, qanaqadir bilib ko'ryapti. Men mana bunaqa videoni ko'rgandan keyin hali qo'rqaman. Ya'ni aynan shunaqa joyga borganimda shunaqa videolar men ham kelib men qo'rqitadi. Prosta hozir ham tashlandiq bino odammiz. Qara, bu senga qo'rqinchli bo'ldimi, odam? Qo'rqdim. Demak, Sardor bu 4-video qo'rqita oldi, u sizni qo'rqita oldim, qo'rqitolmadim. Kommentariyaga yozib qo'ying va endi bo'lmasa biz 5-videoga o'tamiz. Hop. Nima bo'lyapti? Kamera kassasiga shunaqa ko'ryapti. Yo'q. Uchga totdimmi, o'tdi?
Bu realniy bo'lganmi shunday? Yo ancha uyushtirilgan. Ancha kamerada bu Bu gap uyushtirilganda emas, bu buncha. Bu kechda men svet yoqib uxlayman. Bu seriozmi bu? Men bundan qo'rqdim lekin. Nimaga aytaymi? Men tushimda ham xuddi shunaqa bo'lganda. Ishoning o'sha tushimda bo'lgan soat kechqurun 2 da uyg'onib ketgan, shu bilan uxlamagandim. Realniy strashniy. Вот mana obunachimani sizlar qo'rqinchli tush ko'rsanglar uxlaysan, uxlamaysan. Masalan, men uxlab yuraman. Men uxlamayman lekin. No hamayli bo'lmasa, endi navbat 6-qo'rqinchli videoni ko'rishga. Hop. Va mana shunaqa videolar eng qo'rqinchlisi bo'ladi. Yaxshi. Men realniy qo'rqdim. Nima deysan sen ham qo'rqinchimi, uncha emasmi? Yo'q. Sen qo'rqinch emas. Va ana endi bo'lmasa navbat 7-qo'rqinchli videoni ko'rishga. Hop, va bu video Zabrushkada olingan ekan, xuddi bizga o'xshab. Zabrushka emas, meniki bu. Ko'zim oku. Menga qo'rqishyapti. Qiz bola qiz vashcha strasni bo'ladi. Yo'q, ani yugurib o'tgan g'alati bo'ldi. Yo'q. Bola nima qimirlayapti? Ой, даже страшно. Блядь. Ну да, qara, senga bu risos qo'rqinchli bo'ldi. Da, demak buni ham qo'rqinchli qo'shib qo'yamiz. Xuddi shu vaziyatga tushib qolgan deb o'ylayman. Bo'lmasa mana endi 9-videoni ko'ramiz. Imom ko'zchi. Yo'q, tapishga ekan. Я уже boshqa. Блядь, реально страшно. Oxirida cho'chib ketdim. Cho'chidingmi? Ozgina. Da, menga strashni bo'lmadi va bunga ham qo'rqinchli bo'lmadi. Bo'ldim, lekin qo'rqding. Bo'ldi, qo'rqgan qo'shqamiz va alida navbat eng oxirgi qo'rqinchli videoga, ya'ni 10-siga. Maymunmi? Ichki kalali odam. Mana ko'rding? Блядь, скример. Cho'chiding. Da. Demak, qara hozir 10-qo'rqinch videoga kelib turib, sen 3tasida qo'rqmadingmi? Nechtasida qo'rqmading? 4tasida qo'rqdim. 4tasida qo'rqmading-a? Bu yaxshi. Bilasan, nega bu nima vash sanadim? Nimaga? Chunki sen har bitta qo'rqmagan videoing uchun men magazinga borib xohlagan o'shancha narsa beraman. Ya'ni sen 4 video qo'rqmading, endi 4 ta xohlagan narsani beraman. Bu ketdik-a. Da yaxshi. Nima bo'lsa magazinga ketdik. Ya'ni endi biz Sardor o'zi xohlagan 4 ta narsani olish uchun mana shu katta magazinga keldik. Va bu yerda bilan hamma narsa bor. Va davaydi Sardor xohlagan narsani tanla. Menga gitara kerak. Cho'katolamiz. Bu sen birinchi sot olgan narsani, davaydi bu birinchi sot olindi va davaydi yana 3 ta qoldi. Nega men Sardor o'rnida bo'lganda, prям o'zim bir 2-3 kunlab yesa bo'ladigan narsa olardim. Shosan cho'katalan to'g'rimi, yana boshqa qanaqa kolbasa yoki nimadirlar ishda. Baribir studentchilik ko'proq ketadi. Stop. Ya paymo. Baliqsan. Olasan. Nima? Baliq olasan deydi, boshga qo'yaverasiz. Men magazinga har doim kirganda anaqa mevalar ko'rardim, lekin olmasdim. Mana shunaqa mevadan olib ko'rmoqchiman. Mangomi? Hop, qara. Nima o'zi? Bu mango adashmasam, sen mango olasanmi? Olasan, bo'ldi? Olasanmi? Xo'sh, men 4 ta narsa dedim. Bu ham buni bittadan oladi. Agar hozir bundan 3 ta olsang, Ayo, bitta ol. har bir bittaga soladi. Bitta mango olasan bo'lsa, biz bo'lmasa hisoblab olamiz. Yo'q, hozir men birinchi mango olishim va hozir o'zim ham yemaganman, shu birinchi deyishgan oldim. O'sha 2 ta mango 97 ming bo'ldi. Prikин bilan buni qimmat meva. Men xabar qara, har sanda 2 ta narsa bor, o'shani tez tanlaganda ol. 3-bo'lib oladigan narsam shokolad, shu uydagilar xursand qilishdi. Voy. O'qitib bizlarni mana taka maktablarda taka o'qituvchilarga beriladi mana shu shokoladlar. Kimga berasiz endi buni? Oyinga bo'lgan tilgilaringni. Oyi, men sizni yaxshi ko'raman. Ya bu endi dishov tilak. Taka bo'ladigan nimadir gapir. Ishda aytmoqchimanki, bu gap hamma aytolmaydi. Nima deyishim mumkin? Вот mana o'rtaman, sizlarga masalan magazinga kirganingizda yoki ko'chada yurganingizda oldingizga borib, xohlagan 4 ta narsani olib beraman desam, o'sha magazinga olib kirib, nima tanlagan bo'lardinglar? Biram 4 ta narsa komment yozib qoldiringlar. Dayt, vasan tanla. 4-chi oladigan narsam bu shampun. Go'zallik uchun. Dayt, qaysi tanla. Va hozir Sardor qo'lda o'xshamas 4 bo'lgan narsasi va buni olib nechta bo'lgan yozib qoldiramiz. Mana buni to'g'risi. Nima bo'lsa mana Sardor mana 4 ta narsani olib bo'ldi. Va bo'lmasa endi ketib to'lashga va sizlar uchun video tugadi. Va keyingi videoda ko'rishguncha, ciao.